AI texnologiyalar yana bir marotaba odamlarni hayratda qoldirmoqda. Claude, ya'ni sun'iy intellekt, 37 kundan beri nazorat qilinadigan muhitda pomidor yetishtirmoqda. Buning uchun murakkab datchiklar to'plami o'rnatilgan. Ular havo harorati, tuproq namligi, karbonat angidrid darajasi, barg harorati va boshqa parametrlarni o'lchashga yordam beradi. Claude nafaqat monitoringni amalga oshiradi, balki yoritishni, tuproqni isitishni, ventilyatsiyani va suv berishni boshqaradi. Avtonom issiqxonalar kelajakda odamlar uchun yanada qulay va murakkab ishlarga qodir bo'lishi mumkin. Cristiano Ronaldo Portugaliyada qurilgan yangi hashamatli uyga ko'chib o'tishi mumkin. Mazkur ko'chmas mulkning qurilishi yakunlandi va u 30 million yevrodan yuqori qiymatga baholanmoqda. Bu uy mamlakatdagi eng yirik va eng qimmat rezidensiyalardan biri bo'lib, 48 kilometr uzoqlikda joylashgan qirg'oq hududida turibdi. Unda portugaliyalik yulduzning 12 million funt sterlinlik superkarlar kolleksiyasi uchun alohida yerosti avtoparki ham mavjud. Uyning qurilishi 3 yildan ortiq vaqt davom etgan. Unga 8 ta yotoqxona, ulkan shisha basseyn, yer ostidan kuzatiladigan suv yo'lagi, aqlli isitish tizimi, sport zali, yopiq va ochiq basseynlar, massaj xonasi va kinozal kabi barcha zamonaviy sharoitlar mavjud. Ronaldo va uning oilasi uchun uyda har bir sharoit yaratilgan. 5 nafar farzand uchun maxsus maydoncha, futbolchi va uning turmush o'rtog'i Jorginho Rodriguez uchun shaxsiy plyaj ham mavjud. Interyerda oltin kranlar, italyancha marmar va maxsus buyurtma asosida tayyorlangan freska ham borligi ma'lum qilingan. Xitoyda dengiz ustida qurilgan eng katta quyosh elektr stansiyasi faoliyatni boshladi. 1 gigavat quvvatga ega bo'lgan stansiya 2934 ta fotoelektr platformasidan iborat bo'lib, har biri 60 ga 35 metr o'lchamga ega. Ushbu platformalar dengiz tubiga o'rnatilgan poydevorlarga joylashtirilgan. Xitoyning sharqiy va janubi-sharqiy hududlarida aholi zich joylashganligi sababli offshor quyosh elektr stansiyalarining qurilishi ahamiyat kasb etadi. Ushbu stansiya yer tanqisligi muammosini hal qilishga yordam beradi va uzoq masofali elektr uzatish tarmoqlariga muqobil yechim sifatida qaraladi. Xitoyning ushbu yirik loyihasi bilan dunyo bo'ylab ekologik energiya ishlab chiqarish sohasida o'z o'rnini mustahkamlashi kutilmoqda.